Hech qachon xodimdan sodiqlik talab qilinmaydi. Sodiqlik yaratiladi. Ko'pincha bu holat kimlarda uchraydi? Oylik kechikilgan paytda, hurmat saqlanmagan paytda, ammo sodiqlik talab qilingan paytda. Nazoratni olib tashlaychi. Ish ham, sifat ham tushib ketadi. Bu xodim aybi emas. Bu tizim xatosi. Hozirgi ochiq haqiqat. Sodiq xodim bo'sh joydan chiqmaydi. Uni sening muhiting yaratadi. Agar odam siz uchun emas, faqat sizning foydangiz uchun ishlayotgan bo'lsa, u ketadi, kech yoki tez. Eng sodiq xodimlar eng ko'p talab qiladigan joylarda emas, eng adolatli joylarda ishlaydi. Esingizda bo'lsin, xodim pul uchun keladi, hurmat uchun qoladi. Siz esa obuna bo'ling. Bunday faktlar doim Bir kuni bo'rilar bir itni quvib yetib olishadi, o'rab olishadi va uni yemoqchi bo'lishadi. It yolvorib so'raydi: "Meni o'ldirmang, evaziga sizlarga yordam beraman. Qo'ylarni ovlashingizda yordam beraman" dedi. Bo'rilar o'ylab ko'rishdi va itni tirik qoldirishdi. 2 yil davomida it bo'rilarga yordam berdi, hamma narsani o'rgatdi, joylarni ko'rsatdi, birga ov qildi, yelkama-yelka turdi. Bir kuni juda ham och qish keldi. Ov qilishmadi. Bo'rilar och edi va umidsiz edi. Nima qilamiz deyishdi bir-biriga. Oxiri baribir itni yeyishga qaror qilishdi. Uni yeyishdi va suyaklarini ko'mishdi. Hattoki qabr tosh ham qo'yishdi. Endi qabr ustiga kimdan deb yozamiz deb o'ylab qolishdi. Do'stlardanmi? Yo'q. Qanaqa do'st? Do'st do'stni yermidi? Dushmanlardanmi? Yo'q, axir 2 yil birga yashashdi-ku. Yonma-yon bo'lishdi, birga ov qilishdi. Hech kimdan ranjimagan edi. Uzoq o'ylab oxiri shunday yozishdi. Hamkasblardan. Hikoyaning ma'nosi shuki, birinchi imkon bo'lsa, seni baribir yeyishga tayyorlar bo'ladi. Bu do'st bo'ladi.